Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. 2026-yilda uyga burchat yoki bo'lmasam kafel qildirmoqchi bo'lgan obunachilarim uchun narxlarni chiroyli qilib yoritib beramiz. Ko'rib turgan joylaringga ustakalarimiz chiroyli qilib kafel xizmatlarini qilib beryapti ekan, so'killarini ham chiroyli qilib o'rab beribdi. Videoni oxirigacha ko'rib tursalar, ushbu xonadonimizni tafsilotlarini berib, boshqa obyektlarga ham o'tib, ularni ham ko'rsatamiz. 2026-yilda narxlar nech puldan bo'lyapti? Mana shu ustalar nech puldan ishlayapti? Chiroyli qilib narxlarni yoritib beramiz. Otabek, assalomu alaykum. Charchamasizmi? Va alaykum assalom. Hormanglar. Chiroyli qilib mana shu joyga kafellarni yopishtirib beryapsizlar ekan. Xo'p, hovlimiz necha kvadrat metr chiqdi? Hovlimiz 180 kvadrat chiqqan. Hozir ish jarayoni ketyapti. Ish jarayonida turibmiz do'stlar, ya'ni. Bu kafellarimiz nima deb nomlanadi? Bu kafellarimiz Toshkent kafel 40 ga 40. Chiroyli gulli fasonda terib beryapmiz. Gulli fasonda ko'rib turganlaringdek toshli variantda o'ta ham chiroyli chiqib boryapti ekan. Bu yog'imiz tushunishim bo'yicha besetka. Besetka. Bu yoqda ham chiroyli qilib so'killarni o'rab berdik. Atrofini so'kil bilan mana shu joyini esa mana shunday qilib to'ldirib berasizlarmi buni? O'sha zinasini quymasak o'zimiz standart razmerga qo'yib chiroyli chiqarib beramiz. Xo'p. Bu xonadonimiz hozir mana shunday ahvolda bo'lgan. O'zlari zasipkalarni qilib beryapsizlar, ha? Shebellar bilan. Ikkinchi sloyga nima qilyapsizlar? Xo'p, zasipkasiga sheben toshidan qilyapmiz, qum aralashmaganidan. Sababi suvda yaxshi tortgani. Rastvor qilib, sement bilan metpisoyda aralashtirib, suxoy qilib bosyapmiz, frislab. Kafelar orqasiga kafelnik kley surkab. Kafelnik kley surkaladi orqasiga. Surkaladi. Nima sabab? Surkalab. Kafel bilan rastvor yaxshi ishlash uchun. Nechta tonnagacha garantiya beriladi? 10 tonnagacha garantiya beramiz. 10 tonnagacha garantiyasi bor. Endi 10 tonna misol uchun yengil mashinalarga bemalol 10 tonnagacha garantiya beraveramiz. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr mana shuni narxi necha pul bo'lyapti? Xizmati, materiali o'zimizdan bo'ladigan bo'lsa 170 ming so'mdan yopishtirib beryapmiz. Material ichida, materiali xizmati ichida, hamma narsasi ichida bo'lyapti. Mana siz zasipkalar ham ichiga kiryaptimi? Zasipkani olib berishadi. Zasipka qilish xizmati biz bo'ynimizda. Gap. So'killarini nimadan qilib beriladi? So'killarini Ko'ksaroy tabiiy toshdan qilib berganmiz. O'tang oldiga. Buni o'sha Toshkent fasonda chiroyli qilib 3 qoshliq qilib terib berganmiz. 3 qosh. Shu paskalarni ochib chiroyli qilib terib berganmiz. Bunimizning narxi necha pul bo'lyapti? Bularimiz 1 metr o'sha material xizmat ichida 500 ming so'mdan yopishtirib beryapmiz. Toshlarni o'zimiz kesib, seximiz bor, zagotovka qilib yopishtirib berish xizmatlarimiz bor. Buni orqasiga qanaqa rastvorlar ishlatilgan? Orqasiga o'sha sement bilan pisoyda aralashtirib quyilgan, toshlarning har birining orqasiga sim qotirilib. Sim qotiriladi? Sim qotiriladi. Ya'ni qo'yib yormaydi. Yo'q, umrbod bo'ladimi bu? Gap yo'q. Xo'p, bundan boshqa variantlari ham bor-a? Bor. Bor. Qanaqa variantlari bor? Endi granitlar bor. Necha xil variantlar bor? 5-6 xil variantlari bor. Narga obyektimizga borib ko'rsatamiz. Hozir narga obyektga ham o'tamiz. U yoqda ham so'kilishlarni qilib bergansizlar. So'kil, kafel ishlari bo'lyapti. Yerda ham ish jarayoni ketyapti. U yoqda ham ko'rsatamiz. Xo'p. Kafelga keladigan bo'lsak, necha xil kafellar bor seximizda? Seximizda bir 10-15 xil kafellarimiz, burchatkalarimiz ham bor. Burchatkalar ham bor. Ya'ni burchatkalar o'zlaridan chiqadi. Kafelniklar o'zlaridan chiqadi. Xo'p, ustalar o'zlaridan, a? Bo'lmasam ko'chalardan, tashqarilarda ham ko'rsataylik, a? Qadrdonlar, mana shu yosh ustakalarimiz mehnatiga bittadan like bosib ketinglar. Chunki mana shu xonadonimizni mana shu yosh ustalarimiz bitirib beryapti. Ya'ni sifatli va chiroyli bo'lyapti. Tashqarilarni bitta ko'rsatib o'taylik. Keyin narga obyektga o'tib, narga obyektni ham ko'rsatib o'ramiz, xudo xolasa. Hovlimizda kvadrat metrini aytdik. So'kilimiz necha metr chiqdi? So'kilimiz 75 metr chiqdi. 75 metr, ha? Ajoyib. Juda ham chiroyli chiqibdi. Mana shunday ko'rsatsak, o'ta ajoyib chiqdi. Xo'p, bo'lmasam ketdik narga obyektga. Xo'p, Otabek. Keyingi obyektimizga ham yetib oldik, xudo xolasa. Ko'rib turganlaringdek, bu yoqqa mana boshqacha variantlarda so'killarni qilib beribdi. Xo'p, Otabek, bu qanaqa so'kil endi bu? Bularimiz ham o'sha Toshkent fason deyiladi. Buni undan farqi o'sha 2 qoshliq qilganmiz, buni tagiga qo'ymaganmiz. Buni ham faskalarini ochib, chiroyli qilib berganmiz. Xitoy mahsuloti granit. Xo'p. Angulo bilakdan olinadi. Boshqacha variantda kafellar terilyapti. Mana buni qaranglar. Juda ham chiroyli variantda.
Bu xonadonimiz necha kvadrat metr chiqdi shunaqa qilib? Bu xonadonimiz kafellar 170 kvadrat chiqqan. Bu Xo'p. yerda ham hozir ish jarayoni ketyapti. So'kilimiz So'kilimiz 80 metr chiqqan bu yerga. 80 metr. Do'stlar, mana shu holatda shebendan keyin o'zini rastvori, undan keyin mana bunaqa kafelni qilib turib, surkashib bosishyapti ustokalarimiz. Kafellarimizni kvadrat metrini necha puldan qilib beryapsizlar? Bu kafellarimizni ham 170 ming so'mdan xizmati materialchida qilib beryapmiz. Bu ham 170 ming. 170 ming. Agar misol uchun burchatga bo'ladigan bo'lsa, kvadrat metri arzoni necha puldan boshlanadi, necha pulgacha bor? 100 ming so'mdan boshlanadi yaxshilari. Aha. Oq sement milamir qumga quyilgan bo'ladi. 140 ming so'mgacha. 140 ming so'mgacha. 140 ming so'mgacha. Bu aytilgan narximiz hozir burchatkani o'sha 100 ming so'mdan 140 minggacha usta haqqisi material. Xizmati material ichida. Ajoyib. Zinalarimizni ko'rsataylikchi bo'lmasam. Zinalarimizni necha puldan qilib beryapsizlar? Zinalarimizni o'sha materiali, kafellar ichida stupingalarni 1 metrini 200 ming so'mdan, tepadagi plashatkalarni 1 kvadratni 200 ming so'mdan olib berdik. 1 kvadrat metri 200 ming so'm. Gap yo'q. So'killarga lekin gap yo'q. U yoq Ko'ksaroy, bunisi esa Angola. Angolami bu? Angola bilek. Angola bo'lakdan bo'lyapti. Ya'ni sizlarga ikki xil variantda bitta kadrda ko'rsatib beryapmiz. Kimga qaysi ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Ya'ni mana shunday gulzorlari bo'ladigan bo'lsa, endi ahamiyat bermaysizlar, ozgina musor, chunki ish jarayoni ketyapti. Mana shunday latoklargacha qilib berishadi. O'sha suv qattiq ketadiganlarga latok qilib berganmiz, gulzorlarning chekkasiga, ichiga suv to'lib ketmasligiga. Bu latoklarimizni 1 metrini 350 ming so'mdan qilib berganmiz. 350 ming so'mdan. Gap yo'q. Mana shu tomonlarda ham bitta ko'rsataylik. Birinchi rastvorlari do'stlar. Bu yoqlar ham shu narxda. Chekkalarni ham chiroyli qilib o'rab berishdi do'stlar. Bu tomonda yana darvozasi bor. Bu yoqda ham ko'chalarga Ikkita darvoza, ya'ni. Xo'p, mana do'stlar. Bu tomonini ham shunaqa qilib, chiroyli qilib Angoladan o'rab beribdi. Kimga shunaqa narxi necha pul edi? So'killarimizni? Bularimizdagi 420 ming so'mdan. Bular arzonroq yuradimi? Bunisi arzonroq yuradi. Agar Ko'ksaroy bo'ladigan bo'lsa 500 ming so'm usta haqqisi material ichida. Agar mana bunaqa Angola Black bo'ladigan bo'lsa 420 ming so'm. 20 ming so'mdan shu fasonda bo'ladigan bo'lsa. Mana shu fasonda bo'ladigan bo'lsa 420 ming. Gap yo'q. Bu qayerdagi bular? Bular Xitoy mahsuloti. Xitoy mahsuloti. Kafellar ham Xitoydiki? Yo'q, bu kafellar Angrendiki. Angrendiki. Do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Sho'rqishloqdan, ya'ni sexlari Sho'rqishloqda ustalar ham ishonarli do'stlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, bemalol zakaz berib, mana shunday ishlaringizni bitkazib olsalar ham bo'ladi. Albatta videoga bittadan like bosib, tanishlarga jo'natib, shu gruppalarga tarqatib qo'ysalaring, bu videomiz kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh tushulasin.